Sohani o'zgartirib, ITda ko'p pul topsa bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugun biz sizlarga Sardor akani bu yo'lda qanaqa bosib o'tganlari haqida aytib beramiz. Sardor aka Toshkent viloyati Parkent tumanida tug'ilib o'sganlar. Yoshliklarida jismoniy mehnat, dehqonchilik bilan shug'ullanib, uydagilariga yordam bergan ekanlar. Institutga kirish uchun kunduzi jismoniy mehnat qilib, kechasi dars qilardim dedilar. Qahramonimiz o'sha paytlardan o'z oldilariga katta maqsadlarni qo'yishni boshlagan ekanlar. Qahramonimizdan IT sohasiga qanaqa kirib kelgansiz deb so'raganimizda, IT sohasiga kirib kelishimni kitob qilib yozish mumkin. Yoshlikdan ota-onam mehnatkashlikka o'rgatishgan. Qiziquvchanligimdanmi, bilmadim, ko'p kasblarda ishlab ko'rganman. Dehqonchilik, chorvachilik, uzumchilik qilmagan ishim qolmagan, lekin bularning hech qaysisi menga emasligini tushunganman. Institutga kirganimdan keyin o'shatdek ustozlarim ITga qiziqtirib qo'yishgan. Shundan keyin kuchli IT mutaxassis dasturchi bo'lishni katta maqsad qilib qo'ydim. Lekin dasturlashni o'zim mustaqil o'rganganimga, yaxshi dasturchi bo'lishimga 2-3 yil vaqt ketgan dedilar. Sardor akadan dasturlashni tezroq o'rganishimiz uchun nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. O'shatdek kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, 1 yil ichida dasturlashni zo'r o'rganib olsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.